من پدری شکربek Xolbekov Alibek میشم. من ویدیوها دیدم که شماها قشلاق ما قشلاق جنگ کرده اگه بودی تون. من اینا دیدم ما یک دو خانه سوخته است. اینا دیدم. بچه‌ها ما شما همه خیلی تبریک کرده اگه بودیم. من مکتب تو خواندی همه وقت من به رحمت گرام آمده بودی. تمام 5 با خواندی. من حربی رفتی به حربی رحمت گرام آمدی. ما خیلی سر ما بلند شده گشته بودیم ما. من مهنت خارجی با رفتی. من همین خیلی راه به دارم دیدم چی شد کلت به چی آمد. من برفته حاضر اگر یگان تا تیر اگر تاجیکستان با میپرد اگر از طرف شما ما شما نببخشم. حالی هم وقتش است. من چند بار من مراجعت کرده که هم تا من اینجا هیچ کار کرده نبودتان اف کرده بود. یکم بار آمدتان در کار شما پیش ما با بیتان من آشت من بچه هم مشتاس من شدیم اینجا تینج من مایم پیر شدیم دستی ما را گیریتان گفته ما شما را کلان کرده بودیم مقصدی ما تیرار شدن نبود شما هم اوی کنیتان بچه هایم بیاد منم نیبرای یاد کردم اگر من این ایدان دیگه توغره باشد این کار شما خطا اسلام آنده مثلا گفته اگه توی هم خدا میدانی مثلا مسلمان نمیکشد این هیچ کی نمیبخشد نه خدا میبخشد نه بنده میبخشد هیچ کی نمیبخشد اگر مسلمان کشد حرکت کنیتان بیتان تمام حرکت کنیتان بیتان پیش ما با بیتان وطن ما آرام من تینجی خاطر جمع همه مکتب میخوانده است بیاد بچه‌ام نبرم بیاد مکتب برود آینده ما با نگاه میکنی گفته کلان کرده بودیم ما همه خیلی گریه کرده زیق شده مردم دانستمان واقعی فرزندم نیست تو فرزندم نه تو آدم نه فرزندم نه تمام من با هیچ کمی در کارم نه کرای مثلا آقای زنگار شب نباشد اون من کیگن دولت کشیرگن هم من مثلا بیت هیچ کنده بر عیب خیگنلرین yok من احمد قشلاقlar tinch mana o'tiribdi mana shoy poyichi boshqa yoqqa mana bizni mana davlatimiz yaxshi rahmat davlatimiz mana bizni xabar olib turibdi shunisiga ham shukur bolam mana hozir 10 yil bo'ldi bir-birimizni ko'rmaganimizga sog'inmadingmi mana biz ham qancha sog'indik nevaralarni ko'rganmiz nevaralarni ham sog'inyapmiz mana bolalaringni ko'rib turibsan chetda mana o'qiyapti yomon bo'lgan yo mana maktabni 8ni bitirib yaxshi mana o'qib mana chetiga borib elektrik svarshik o'sha o'qishga kirgan yaxshi o'qiyapti shuda hunar o'rganyapti ke bolam be kelasanmi yo yo'qmi ha kelmasang biz bilan bo'lishimiz kerakmi ha kecha kunduz uyqu yo'q-ku bizda men Orifjonov Ominajon Xolbek Shakarbekov vasi bilaman bizni televiziyadan kelib olib shunaqa nimalarni ko'rsatishdi xavotir bo'lyapman 10 yil bo'ldi ko'rmaganimizga nahot sog'inmading balam shunaqa notinch joylar ekan hozir video tasmada ko'rsatishdi ular yaxshi o'qigan eding-ku bolam hamma yoqqa o'zi kallang yetardi xizmatli qilib yurding yaxshigina chetlarda ishlab yuruvding mana hozir sharoitlar bundan ham yaxshi hech kim senga bezovta qilmaydi hech kim bizni bezovta qilgan yo'q kelinglar bolalarim chetda oldimizda yuringlar biz ham qaridik mana sog'lig'imiz yo'q tipratgan yumshog'im degan bolajonim sog'indim bolalarimni bag'rimga bosgim keladi qanday qilay kelinglar man seni shu umidda xudodan tilab katta qildim xudoga taqsiz bolajonim nahot bizni qarigan chog'imizda tashlab ketsang kelgin balandlaring bilan kel shitdan miskin bo'ldir ke bolajonim ha bizni sog'lig'imiz yo'q balam biz ham qaridik kelib bizga qaragin bu bo'lgan hammasi qanday qilib yo'lardi musofir yurtda nima qilasan jannat mana o'zimizni qishloqda jannat onalar oyog'i degan bolam kelib menga qaragin من Xolbek Jamshid پسر Xolbek Shakarbek میباشم پدرجان بیایید من 6 ساله بودم شما برفته بودید من شما رو پزمان شدم با بابایم بیبیم نگاه کنید من از پشت شما زیخ شده بیمار شدم در 5 سنفانم
شرم دارم پدرت کجا مادرت کجا گوید من چی میگویم من فهمیدم که شما در نزدیک تاجیکستان بودید من چند کس آمد بخشیدن همه زندگی کرده گشته است بیایید من Xolbek Shakarbek singlisi Xolbekbek Uzoqsoy bilaman. Mana 10 yil bo'ldiki ulardan na xat bor, na xabar bor. Mohimay qishlog'ini Afg'oniston tomonidan vayron otishma bo'libdi. O'sha yerda shu tog'ayliklar bor, tojikistonliklar bor deyishyapti. Agar o'shalarning ichida sizlar bo'lsalaring Navoda ko'zlaring ochinglar. O'sha Afg'oniston chegarasiga joylashgan Tojikiston o'sha yerda kimnidir singlisi, kimnidir onasi, kimnidir go'dagi bor. Birovga ziyon qilmanglar. O'sha video tasmani ko'rdik. Shu yerda shu tojikistonlik bolalar tomonidan o'sha Mohimay qishlog'i vayron qilingan deyishyapti. Yo'qmanglar. Agar sizlar bo'lsalaring, ko'zlaring ochinglar. Hammamiz ham Xudodan qo'rqamiz. Musulmonga ozor yetkazmaydi. Sizlar ham agar Navoda o'sha yerda bo'lsalaring, ko'zlaring ochinglar, birovga ziyon qilmanglar. Kimnidir balasi, kimnidir onasi bor yerda. Bular shunday deyapti, Tojikistonga yaqin joydan o'sha o'zimizni mana shu tojikistonlik bolalar ko'proq tog'aylar deyapti. Shunday bo'lmasin. Tojikistonga qarab o'q otilmasin. Umuman hech kim bitta Tojikistonga emas, boshqa davlatga ham hech qanaqa boshqa davlatda misol uchun kimdir onasi bor, kimdir balasi bor, hech kim baland deb qolmasin.